Francisco Domingo Joaquima ismli Sambizang shahrilik bu yigit yuz mushaklari bilan odamni hayratga soladigan ishlarni amalga oshiradi. Hatto Guinness rekordlari kitobi uning og'zini dunyodagi eng katta og'iz deya tan oldi. Insonlar odatda ovqat solib chaynaydigan joyga rekordchi bemalol Coca-Cola idishini sola oladi. Francisconing og'iz o'lchami 17 sm ga teng. Amu Hoji 60 yildan beri biron marta yuvinmagan eronlik 80 yoshli Amu Hoji Guinnessning rekordlar kitobiga kiritildi. U shuncha vaqt mobaynida nafaqat yuvinmagan, balki suvning yaqiniga ham yo'lamagan. Hoji Eron janubidagi Fors provinsiyasining Dejah qishlog'i yaqinida yashaydi. Qishda uning boshpanasi sovuq bo'lib qolganida u qishloqdoshlari qurib bergan g'isht kulbaga ko'chib o'tadi. Eronlik bu kishi hali yosh bo'lgan vaqtida yuvinishni to'xtatgan. Hojining aytishicha, hissiy omadsizlik va psixik jarohatlari tufayli u tozalik qoidalariga rioya qilmay qo'ygan. U suvdan qo'rqadi. U qo'lini yuvishi yoki yuvinishi bilanoq kasal bo'lib qolishiga ishonadi. Chan Van He Vyetnamlik Chan Van Hening 7 metrlik sochi bo'lgan, ammo afsuski bu haqda hech qachon Guinnessning rekordlari kitobiga xabar bermagan. U sochini o'stirishni 25 yoshidan juda oddiy, lekin g'aroyib sabab tufayli boshlagan. U har safar sochini tekislatganda qattiq kasal bo'lib qolardi. U shifokorlarga murojaat qilib o'tirmay, shunchaki sochini oldirishni to'xtatib, uni o'rishni boshladi. U yillar davomida qalin arqonga aylandi. Bu odam 62 yildan beri tirnog'ini olmay dunyo rekordini yangiladi. Tanishing, bu inson Hindistonning Maharashtrasida yashovchi Shridhar Chillal bo'ladi. Siz nimalardir bilan shug'ullanib yurgan paytingiz bu janob tirnoq o'stirish bilan band bo'lgan. U bu faoliyatini maktab o'qituvchisi uning do'stini singan tirnog'i uchun urishganidan so'ng boshlagan. O'qituvchi ularga o'zlari tirnoqlarini o'stirishni boshlamaslaridan tirnoqning qadriga yetmasliklarini ta'kidlagan. Hammasi mana shundan boshlangan. 62 yil ham o'tdi. Endi Shridhar uzun tirnoqlarining qadrini biladi. O'zining bunday pardozi sabab u umr yo'ldoshini ham arang topgan, ishidan esa ayrilgan. Ammo bu shunga arziydi, to'g'rimi? Axir Chillal tirnoq uzunligi bo'yicha dunyo rekordini urdi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Fikringizni izohlarda qoldiring va video yoqqan bo'lsa kanalimizga qo'shiling va videoga like qo'ying. Hammaga xayr.